Yaxshimisiz aka? Aka hozir Toshkentdan kelayotganimda oshnam bilan kelgandim, oshnam aldab ketib qoldi. Pulim yo'q edi aka. Shunga so'msa bera olasizmi aka? 3 ta 4 ta bo'lsa berasizmi aka? Qonim och qolgan aka. Bu bola tanıysizmi? Yo'q. Ha? Tanımaysizmi? Yo'q. Bu bola mashinali bola-ku aka. Nimaga mashinali bola aka? Uchinchi odam narsaga oldab ketib, pul-mullarni yevoradigan bola-ku. Yeversin. Yo, men aytib qo'yaman sizga yaxshi bo'lsin deb aka. Yeversin bola. Joydan chiq. Yo, men sizga yaxshi bo'lsin deb aytyapman aka, yana o'zingiz bilasiz. Prosta yaxshilik bilganga qilish kerak-da. Uchun beraman. Men sizga chiroyli tushuntirib qo'ydim, xulosa aka. Aka, qo'rmani? Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Charchamaysiz? Aka, necha pul aka yo'qmi? Qaysi biri? Hammasi necha puldan? 90 ming so'm bunisi. 90 ming? Mana 80 ming so'm. 80 ming so'm? Aka, bitta gapda. Hop. Oyligimizga yo'q olishga qo'limiz yetmaydi-da. Agar pulimiz ko'payib ketsa tashab ketamiz, lekin ertaga yo indinga qilib ketolmaymiz, tashab ketolmaymiz. Xo'p desangiz, Allohning yo'lida agar bitta yo'q bersangiz, pulim ko'payib ketgandan keyin tashab ketsam bo'ladi. Qanaqasidan? O'zingiz qimmatingiz. Vaqti yo'qmi yoki siznichi yo'qmi? O'zingiz qanaqasida qimmatingizni bersangiz beraylik. Vaqt qo'ysangiz. Vaqt qo'ysangiz. Aka, rahmat. Sog' bo'lsin. Rahmat. Satsanali eksperiment oynaymiz-da. Xorijga borish va qaytish uchun sizlarga arzon va ishonchli avtoservis xizmatlarini taklif etamiz. Avto Transservis maslahatli cheklangan jamiyati avtobuslarda sizni manzilingizga xavfsiz va muammosiz yetkazib beradi. Siz uchun barcha qulayliklar, yumshoq o'rindiqlar, konditsioner va yoritish lampalari ham bor. Murojaat uchun 8965 172 0909 8965 172 0808 raqamlariga hoziroq murojaat qilib, bilet zakaz qilishingiz mumkin.